Assalomu alaykum, qadrli dehqonlar, akalar, opalar. Muhammad Aziz akani kat yo'li 10 sotikka qo'yganmiz. 10 sotiklik kat yo'lda 11,5 sotikka qo'ygan. Istilishlari, rasxodlari zo'r. Biz uncha kat yo'lni tushunmasdik boshida, endi rasxod ko'p deb o'yladik. Qolgan kitobli kat yo'llarni yoqib ko'rgan odamlar bilan gaplashib, bizni kat yo'l teng baravar kam rasxod qilishini bildik. Misol uchun bir zapravka ko'mir 250 kilo ko'mir ketadi bir zapravkada. Kech payt o'rdaksiz ertaman 8-9 gacha ichkarini 16, 17, 18 ushaveraman. Bel olma bilan faqat. Agar angren, hoka poka yaqaman desangiz ertamangacha 500 kilo, 600 kilo rasxod qiladi. Angren, hoka e'tibor beramiz. Bilasizlar, hokani bo'lib angrenni kilokaloriyasi kam, bu filtrimiz. Kapanchiga ham kirib oldik. Xudo xolasa bularni biz 11 yanvar kuni ekkanmiz. Cho'chimay kat yo'lga ishlanib 11 yanvarda ekkanmiz. Xudo xolasa gul ishlashlarini qarang. Voydod devorgan. O'ta shug'um. Zo'r ushlagan. Endi hamaylar ham bor. Bu lottonamiz. O'sha 11,5 sotik maydonga 5500 tubdan jicha oshiqroq ketgan. Biz qalinroq ekkanmiz, agartini ko'ryapsizlar, kattaroq. Shuni hisobiga 25 ga ekkanmiz. 11 yanvarda ekilgan bu. Xudo xolasa sotdik, 53 kilo uzdik, yengil, katta-kattalarni terib 40 ming so'mdan. Aytmoqchi bo'lgan gapim, qanaqa sovuq bo'lsa ham cho'chimaslik kerak ekan. Kat yo'l bo'lsa-da, bo'lganda ham rasxod kamroq bo'lishi kerak ekan. Kitobli kat yo'llarni rasxodini so'raganimizda 15 sotik joyga 700 kilo, 800 kilo rasxod aytyapti. 700 kilo, 800 kilo bu juda ko'p. Nimani hisobiga ko'p? Men hozirgi kunda yoqayotganligim uchun o'zi 250 kilo ham ko'p men uchun. Lekin boring, ekmatni yaxshi uchsangiz butun rasxodingiz chiqib ketyapti-da. Ko'chat, ko'mir. Hokazo. Mashinaga taqqoslaydigan bo'lsak, malganlar rosa pishib yetilish vaqtiga kelib qoldi.
o'tkayli. Bergi Ferrari ekkanmiz. Xuddi shu razmerlarda. 11,5 sotik maydonga Ferrari ekkanmiz. Hamma yoq bir xil isiydi. Menda. Yaxshi, zo'r. O'tgani qo'ygan bo'lsak katta yo'lda pulini chiqarganmiz. 100 million oshiqroq daromad qilganmiz. 5,5 ming tub Ferrari ekib. Uni 26-yanvarda ekdik. Angren yaqqanligimiz uchun uncha yaxshi isitolmasak ham yaxshi daromad bo'lgan. Bil angren, bel olma qilib ko'mirlarni yoqdik. Yaxshi ekan, xudo xolasa. Usta akaga rahmat, Muhammad Azizga. Qanchalik ekan katta yo'l o'ylab topibdi, malades. O'zim endi sal tushunib, olib qolgan odamlar bilan gaplashib, rasxod kamligini endi bilyapmiz-da. Men boshida voy u bu dunyo ko'mir yerkan-ku deb vahimaga tushganmiz. Hozirgi kunga kelib mana -10, -14 graduslarda unchalik mezgayamiz. Ashi bir bunkerini to'ldirib qo'yib uxlab yotibmiz. To'k o'chib qolsa shu dvijойni qo'shamiz. Qolgan payt xotirjammiz. Yaxshi katta yo'l ekan. Tavsiya qilaman odamlar. Hurmatli dehqon akalar. Yana o'zimizni mahallada 2-3 tasga tavsiya qildik. Olib kelib o'rnatishdi o'zimiz tanishlar, birodarlar. Zo'r ekan deb ishlatishyapti mazza qilib.